Tushunmadim. Bekardan bekar yiqqanim yo'q men senlarni. Bitta ikkitasi mahallamizni maqtanib yuribdi. Olma aytib qo'y, sho'rva quloq qilib yuboraman. Bir marta meni maqtanganimni ko'rganmisizlar? Maqtanmaganman bir marta ham. Telefon hozir. Alo, ho Nargizaxon bo'ldi. Abet ham ujinam mendan. Davay, o'rtoqlaringizdan 20 ta oling. 17 Pro Max yangi rangini oladim. Sensiz yotaman. Seni Bo'ldi, es qilamiz rais buva. Sen mahallada maqtanadigan bo'lsa tovuq katayim qamab berasan, tushundingmi? Bo'ldi, qayerga ketyapsiz endi? 17 Pro Max olganlar bilan gapim bordi. 70-75. Rais bu 16 mi? Sindingizmi rais bu? Alo, bo'ldi, Dostonbek gaplashamiz. Mahallada hech kim maqtanmayaptimi? Yo'q, rais bu siz borsiz kim maqtanadi? Agar maqtanadigan bo'lsa, ketmon bilan oyog'iga solarasiz. Bo'ldi. Usha. Ushlayapman rais buva, nimaga ushlatyapsiz o'g'ildan beri? Shax chiqmadimikan? Nimaga shax chiqish kerak? 17 Pro Max'ni shashilib pulga olyapman-da. Va Smart Life'da arzon narxlar turibdi-ku, muddati to'lovga berar ekan, 2 yil garantiyasi ham bor ekan. Bitta pasportga berar ekan. Eng qizig'i qo'lingdan tushib ketadigan bo'lsa, 10 million so'mlik sug'urtasi ham bor ekan. Ashit to'maymanmi? Usha chiqib qolar. Rais buva, nima qilyapsiz, tinchlikmi? Boshimni qag'uray, g'urra qilib beraymi? Mahalladagilar maqtangan. Ular maqtancha bo'lmaydi, mali bo'ldim. To'g'risi, odamlar dangal gapirish kerak. Uchastka olib chiqonali. O'zingdan ketma deyapman, gapiryapman men senga 17 ta. To'g'ri gapda. 3 ta domab qo'ydim. Ular bo'lma, maqtancha bo'lma. Bor uka asam yomon buzilyapti-da. Odam maqtancha bo'lmaydi-da. To'rtta ho'kiz baylab qo'ysam.